Maksimalniy skorost 300 km/s. Tasavvur qilyapsizmi, aka? GT yozuvlarda sezganinglardek, bugungi sotumimizdagi avtomobilimizni Nextstage 2 qilingan maksimalniy moshniy sportivniy Vajerskiy Kia Stinger GT avtomobili bitta-bittaga baho berib qo'ying, aka. Bosvorasizmi deyman. Avtomobilimizda moshniy ekanligini 3.3 twin turbo va kapotimizni ostida tasdiqlaydi. Nextstage 2 qilingan ko'chada aka, BYD halla bor, 39 sekundda chiqadigan. Ularni ham bemalol choyni ichirib olasiz, ishonavering. Okalar, avtomobilimizni R19-razmerli Michelin ballonlar bilan jihozlangan. Mana jabralarni aytmaysizmi? Tako akulaga o'xshatib qo'yishgan. Undan tashqari Beskuchoy do'stov, dachasi bo'lsin va bakovlarimiz isitish sistemasiga ham ega, aka. Avtomobilimizning oldiga qaraganda orqa ko'rinishi bo'la agressivniroq. Nimaga desangiz, четырехствольный выхлопной sistema, Stinger GT yozuvlar bilan avtomobilimiz yanada derskiy bo'lib turibdi. Aytgancha, avtomobilimiz bagajniki elektropриводda. Okalar, avtomobilimizning eshigidan tortib, полностью tepalarimizgacha alikantar bo'lganda, mana qizil strochkalarni aytmaysizmi? Poliklari полностью remellarigacha qizil rangda. Albatta, bu sportivlikni bildirib turish uchun. Ichki saloniga bitta baho berib qo'yasiz. Head-up display, maksimalniy skorost aytayotganimiz 300 km/s. GT yozuvlarida multirol, head-up display, 360 gradus kamera, obduv, обогрев, nima kerakli funksiyalar bo'lsa hammasi bor. Sijalarimiz, rullarimizda полностью elektropриводda. E'tibor berib qarasanglar, podkolonniklarida GT yozuvlarini ham ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari полностью orqa oldi klimat kontrol. Pamyat sijalargacha bor-da, aka. Mana orqa salonni bitta ko'rib o'ting. Hali ham matvoy bo'lib turibdi. Avtomobilimizning podsvetkalarigacha bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, avtomobilimizni ko'rdingiz, qanaqa sportivniy, moshniy, agressivniy ekanligini. Endi eng asosiysi narxi keladigan bo'lsa, past kapitani yozib qoldirganmiz. Agar avtomobilingiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib baraka qilib yuborsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bunaqa mashinalarni qo'ldan chiqarmaslik uchun hozir bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.